Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Komil Usmonqulov va bugun sizlar bilan biz brauzer va internet yordamida, kompyuter yordamida veb-sayt yaratishni o'rganamiz. Buning uchun bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa bu albatta brauzer. Va brauzerimizni biz ocha oldik. Ushbu brauzerdan foydalanaman. Chunki qulay. Microsoft o'ziniki bo'lgani uchun qatorgalarsiz ishlab berishga moslash. Chrome ishlatsam bo'ladi. Farqi yo'q. Xo'sh, bunda bizga birinchi kerak bo'ladigan narsa Google account yordamida DeepSeek va ChatGPTdan ro'yxatdan o'tib olamiz va GitHubdan ham o'tib olamiz. Agar buni ommaga joriy qilmoqchi bo'lsangiz, GitHubdan o'tgan ham ma'qul. Chunki bu orqali serverga ulab berasiz botni. Undan oldin yana bizga VS Code ham kerak bo'ladi. Hozir uni tozalab olamiz. Bu xato sayt kodi. Xo'sh, endi boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz DeepSeekga yozamiz. Salom. Odatda men tushuntirib boshlayman. DeepSeek o'ziga olganga o'xshagan kabilarga. Xo'sh. Masalan, internetda kecha yaqinda ko'rib qoldim. Sharchalar turibdi, nuqtachali sharchalar. Unga ism kirityapti. O'sha sharchalar o'sha nuqtaga tarqalib joylashyapti. Xo'sh, o'shani yozib ko'ramiz va kodini natijasini ko'ramiz. Buning uchun nuqtali sharcha shaklidagi bir veb-saytni yaratishimiz kerak. Buning uchun bizga bittagina index HTML da boshida yozib berish yetarli. HTML da barcha kod yoz va keyingi barcha kodni yoz va keyingi narsamiz xo'sh. So'z kiritganda nuqtali sharchalar nimaga aylansin? O'sha harfni, so'zni shakliga o'tsin. So'z shakliga o'tsin. Xo'sh. Buni yuboramiz. DeepSeek yuqorida ko'rsataman. Mana sizga so'z kiritganda nuqtali sharchalar to'plami shu so'z shakliga o'tadigan qimirlab turuvchi veb-sayt kodi debdi. Biz qanday yozsak o'shanda qanaqa beradi odatda. Endi o'sha nimaga aynan kompyuter kerak? Telefondan foydalansak bo'ladi-ku. DeepSeek telefonda ham bor, brauzer ham bor telefonda deydigan bo'lsangiz, hozirgi yozilayotgan kod DeepSeek 400-800 qatorlik kod yozaveradigan bo'lsa, ba'zi paytlari 2000-3000 qatorli ham so'z yozgan paytlari bo'lgan, qatorli kod yozgan paytlari bo'lgan. O'sha paytlarda nusxa olganingizda telefonda odatda 500 qatorli kod nusxalanadi. Kompyuterda buni xotirasi nisbatan yuqoriroq, chunki baribir ko'proq faktorlar bilan ishlaydi bu yerga. Programmalar bilan ishlaydi, ko'proq kengaytirilgan nusxa olish qobiliyati. Uni nusxa olganingizdan so'ng hozir ko'ramiz kodning oxirida butun saytimiz shaklini
asosan saytimiz 3 xil funksiyadan bajaradi, ya'ni xo'sh, HTML, CSS va JavaScript. JavaScript hammasini bittagina HTML saytda, uni darsda YouTube'da ko'rgan, boshqada ko'rgan, o'qiganlar biladi. Shuni bittada qilsak bo'ladi. O'zim HTML darsligini tugatganim uchun faqatgina sizlarga HTML yordamida sun'iy kod yozishni o'rgatmoqchiman. Bir ming sakkiz yuzta rangli porlab turuvchi sharchalar aks etgan. Hozir ko'ramiz. Odatda sharchalar o'ta porlagani hisobiga saytimizda nima bo'ladi? Ko'rinmasligi bo'ladi. Buni ko'rishda aytib o'tay. Boya tushuntirmoqman. Mana Ctrl Shift S da bosamiz. Ctrl Shift S ni bosamiz. Veb-saytimiz qaysi joyda joylashgani ko'rinadi. O'sha faylni ochib olamiz Open Folder yordamida. Keyin yangi fayl yaratishni bosib, xuddi men aytgandek new website.html yozish esdan chiqmasin. Bu faylning shakliga bog'liq. Xo'sh, endi buni любой emas, masalan, har qanday joyda, masalan, kutubxonadagi oddiy kompyuterlar yordamida o'zingizning xohlagan veb-saytingizni yaratsangiz bo'ladi. Shaxsiy portfolio yokida boshqa ular, faqat nol tomoni bor. Bitta tomoni Google accountingiz o'sha kompyuterda qolib ketishi ehtimoli juda yuqori. Chunki Google account tuzmasangiz ChatGPT yoki DeepSeek sizga aytganingizdek ishlab bermasligi mumkin. Nusxa olishda yoki ma'lumot yuklashda cheklovlar bo'lishi mumkin. Xo'sh, endi saytimizni ochadigan bo'lsak, xuddi o'sha mana PCda C diskdagi HTML fayl ichida, papka ichida new website fayli joylashgan. Uni ochamiz brauzerda. Hozir ko'rsatay mana. 1800 ta nuqtachalar harakatlanmoqda. Ko'ramiz. So'z yozib. Masalan, men o'zimning shaxsiy brendim. Anfika. Ko'ryapsizlarmi? Bu osonroq kompyuterga nima qilyapti, og'irlik qilyapti, shtobi. Bu ham video kartani ichga tushirib yubordi. Chunki bu 3D modelga o'xshab yaratildi. O'xshagan kabi saytlar yaratsangiz bo'ladi. Xo'sh, buni endi hamma foydalanishi uchun nima qilamiz? Orqaga qaytarish. Mana, ko'ryapsizlarmi? Xuddi shunday programma dasturlar tuziladi. Bu hammasi tasodifiy harakatni kiriting deb. Masalan, ikkinchisi colon small def shakliga kiradi. Bu aytganimdek hammasi tayyor. Shunga o'xshagan saytlar yaratishda asosan shulardan foydalanamiz. Endi bu kodimizni GitHub yordamida barchaga ko'rinadigan qilamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan narsamiz albatta GitHubdan ro'yxatdan o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tgandan keyin hozir ko'rsataman. Yangi new response yaratasizlar. Kitobni men hozir yaratib qo'ydim. Publikka o'tkazib, publikdan privatiga o'tkazib qo'yasizlar. Ingliz tilida talaffuzim yaxshi emas, men o'zim ham bilaman. To'g'ridan to'g'ri o'qiyman. Xo'sh, endi xohlagan nomingizni yozsangiz bo'ladi. Bu muammosi yo'q. Faqat qaysi nomning ichida qaysi kodingiz joylashgani bilsangiz bo'ldi. Masalan, men bunda qo'yagi hozirgi bo'lgan saytimizni yaratib joylashtirmoqchiman. Mana bu botga bo'ladi. Bu ham bot. Mana bu saytning kodi. Chunki ostiga yozib qo'ygan. Nima kod borligi. Adashib ketmasliging uchun, masalan, ikkita maxbot, bir maxbot deb yozib qo'ygan taqdiringizda, biri sayt yoki biri
botga tegishli bo'ladigan bo'lsa, ajratib ko'rsatish uchun. Xo'sh, new veb-saytga kiramiz. Creatingni bosamiz. Va DeepSeekdagi boyagi yuqoridagi kodni olamiz va joylashtiramiz. Eslatma. HTMLni bilganlar, dasturlashni bilganlar o'zi biladi. O'zingizni brendingizni qo'yib ketsangiz bo'ladi, yoki nomingizni qo'yib ketsangiz bo'ladi. Nuqtachali so'zlarga so'z kiritish emas, masalan. Shakliga aylansindan keyin mana sk deb qo'yasiz, tamom. Fayl nomi har doimgidek new emas. Endi eslab qoling o'sha joyda. Boyagi botimiz VS Code'da xohlagan nomimizni qo'yamiz, chunki u serverda hech qanday ulanmaydi. Bunga o'tgan paytimiz server faqat index.html ni birinchi o'qiydi. Ya'ni shunga dasturlashtirilgan. Shuning uchun har doim index.html funksiyasidan foydalanamiz. Ko'ryapsizlar, nom bergandan keyin mana bu hammasi boyagi HTML ligini tushundi. Ya'ni o'sha kod dasturlashtirildi, tushundi. Saqlaymiz. Endi nima qilamiz? Qidirishni bosamiz. Buning uchun bizga eng oson va oddiy server kerak. Bundan bittasi versal.com. Quyida yuqorida yozib chiqdi. Qidirsangiz shu sayt. Faqat mana bu sinov tashinglar. Versal.com bu bo'ladi. Xo'sh, kirdik. Hozirda o'zimda 6 ta saytim joylashtirilgan va add new'ni bosamiz. Project o'tgandan keyin mana bu yerda GitHub'dagi boyagi hamma kodlaringiz chiqib turadi. Mana bizning hozir joylashtirgan new website kodimiz. Buni import qilamiz va deployni bosamiz. Tamom. Hozir bu deploy bo'lishini ko'rsatmoqda. Loglar o'rnatilmoqda. Website tayyor. Agar sizda ham mana shunday ekran chiqadigan bo'lsa, bu saytga kirganingizdagi ko'rinishi chiqadi. Ya'ni bu ishlayapti degani. Xo'sh. Endi web deployment yo'q, shart emas. Endi asosiga qaytamiz. Back. Tangilaveramiz. Saytni yangilaganimiz ma'qul deb o'ylayman. Mana, endi chiqdi. New websaytga kiramiz. Mana bu bizning domen ulasak bo'ladi. Xullas, masalan, nimadirlar.com va hokazo. Mana bu joydan bosamiz ustiga. Saytimiz ochildi. Mana bu qismi nusxa olamiz. Sababi shu linkni brauzeringizda kiritganingizda brauzeringizdan shu saytim kelib chiqadi. Masalan, bu saytdan endi 24 ga ketdi, absolyutni ishlaydi. Ishonmaysizlar, shu linkdan bosib ko'rasizlar va foydali bo'lsa foydali bo'lgan bo'lsa, xullas sog' bo'lasizlar. Asosan dasturlash, web koderlar foydalanadigan dastur va men foydalanadigan dastur shundan iborat. Endi buni nusxa olish kerak, чтобы agar keyindan kirish uchun
Windows 11 tizimida bitta funksiya bor, balki bu boshqalardan bordir. Men 11 dan boshladim. Mana, faqat brauzerdan bu. Bunday qilib olasiz. Bu nima uchun deganingizda, bu tomondan kod yozasiz, bu tomondan fayl qo'shib borasiz. Tushuntira oldimmi? Bir vaqtning o'zida ikkita ishni, masalan, bundan bu aytib ketaveradi nima qilishni, siz bu tomondan tahrirlab boraverasiz kodingizda. Yokida to'liq kodni yozib ber deyish ham bo'ladi. O'zingiz tahrirlab o'tirmaysiz. Ba'zi paytlar buni ham limiti tugaydi, DeepSeekni. Nimaga aynan DeepSeekdan foydalanadi? ChatGPT yaxshi deganiga. Hozir mana ko'rib turibsiz, free offerda turibdi. Free offer. Xullas, tekin versiyada turibdi. Tekin versiyadan foydalanishni chegarasi bor. Qaysidir nuqtaga yetgandan keyin yangi respons, yangi chat ochish kerak. Yangi chat ochsangiz, boyagi yangitdan tushuntirish kerak unga. U bo'lmaydi. Shuning uchun DeepSeekdan foydalanaman. Keyin DeepSeekga to'g'riroq tushuntirib bersangiz, aytgan narsangizni bittada qilib beradi. Hammaga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.